Bu videomiz yana Damas shakalarga foydali bo'ladigan umiddamiz. Damas mashinasi gazda zo'r yurish uchun akalar постоянно mana shu vozdux va choy bekib yurish kerak. Ag'ayam bag'ayam bekib turish kerak. Shunda gazda ham ekonomичный yuradi, ham tortishi ham benzindan yuradi. Metan propan farqi yo'q. Ham rasxodi ham qisiladi. Mana hozir vozdug'lar ochiq holatda turibdi. Hozir bekitaman. Mashina dimiqda. Bu holatda endi adinochkani qisamiz yana. Regrovchini. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta. Hozir o'zining holatiga keldi. Motorni ko'tarishi ham zo'r. Holatda yurishi ham ekonomичный bo'ladi, kilometrlari ham, tortishi ham yoki benzinda qanday bo'ladi. Yana bitta foydali ma'lumot berib o'tib ketaman. Agar benzinda yaxshi yursinsa-da, vozdux va choy oxirigacha ochiq turishi kerak, bu teskarisi. O'shanda benzin rasxodi ham 7-8 taga tushadi, plus tortishlari ham chotki bo'ladi. Videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, bu videoni tez Damas shakalarga jo'natib qo'yasizlar.